Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2024-yilda ishlab chiqarilgan Haval H6 avtomobiliga YouTube, Telegram ustanovka qilib berdik. Wi-Fi ham ustanovka qildik. Aka ishlash qanday? Yaxshimisizlar obunachilar? Yaxshi. O'zini qo'shimcha jihozlarsiz o'zini multimediasiga o'rnatildi. Anchadan beri buni o'zim qo'ydirish niyatida edim, yaxshi ishlashlari. Tavsiya qilaman, kelinglar. Udobstvo, komfort bo'lsa, hammaga yaxshi. Hech qanaqa CarPlay apparatlarsiz o'rnatib berdik. Kimga agar shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana masalan chiqib ketsak ham aytaveradi. Gai garang qilmaydi. Zadni ko'rganda bir xil nimada o'chib qoladi. Chiqib ketsa ham aytaveradi bu. Telegram, Wi-Fi, bu YouTube'da o'zini akkaunti. Kimga agar shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Termiz Haval avtoservisga murojaat qilishingiz mumkin.